Jonim olib kelib oldim, qarang. O'zini o'ldirgan odamga Kanalimiz kuzatuvchilari shu videoni ko'rayotgansiz Nozim Akim haqida bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha like bosing, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Like bossangiz bu video ko'proq insonga tarqaladi va videoga izoh beriladi. Marhamat, tomosha qiling. Hayotida ular qayerga qolib ketadi-yu, bu internetdagilar siz qayerda turasiz? Shularni ham baribir o'ylash kerak edi-da. Biz o'sha kuni sizga e'tibor bergan bo'lsangiz, umuman qaltis savol ham bermadik, chuqurlashmadik ham. Umumiy qildik, yopdik suhbatni, chiroyli gaplashildi xolos. yo'da faqat shu bir u tomondan bir savol bo'ldi. Faqat Nozima Rahmatlini o'g'lini ismini so'radilar. Ha, Shu xolos. shu xolos. Keyin Fitnaga sabab kimdir bo'lgan. o'rtaga qo'shildi. Xudaylar allaqay yomonmi? Dedim, yomon bo'lsa kelardi bu gruppaga dedim. Bo'ldi, Keyin o'sha bo'ldi. Men aytda ham o'tiraman dedingiz, men aytda ham o'tiraman, baytda ham o'tiraman. Menga ham qiziq. Oxirini men ham kutyapman dedingiz. Javobgar jinoyatchilar javobgar bo'lishi kerak agar bo'lsa dedingiz. Siz umuman agar shundan ham fitna qilishgan bo'lsa, bilmayman qanaqa xudo urgan bandalar. Hammani Oxiri zamon kelyapti ekanda, demak. İnsanlarda umuman mehr, oqibat, shafqat hech narsa qolmabdi-da. Bir bunday musulmonman deyishga, bilmadim, musulmon deyishga arzimaydigan bo'lib qoldi-yu. Agar masalan qing'ir niyatingiz qing'ir yoki qing'ir ko'ngilda kirganingizda siz o'zingiz rasmingizni qo'ymasdingiz, birinchidan ismi familiyangizda kirmasdingiz. O'sha qudangizga nisbatan g'ayriligingiz, bir qing'irligingiz bo'lsa-da qalbingizda, leviy profildan ham kirib, gap poylab o'tirish mumkin edi. Haligi oshing halol bo'lsa, ko'chada ich qilib siz nisbatan bir g'ayrligim bo'lsa, xizmat olib turardimmi endi? O'shani ayting. Mayli, endi qizini olib o'tirardimmi? Hozir agar g'ayrligim bo'lganda, hozir o'g'lim mana 24 ga to'ladi. Hozir bitta deganda yana bitta qiz bolani olib beraman-da, masalan. Nargiza 50 ga kirganlarga